Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Texnik Studio kanali. Bugungi videomizda kompyuterning xotirasini tozalashni o'rganamiz, ya'ni notebookning. Bolalar, hozir biz birinchi usulga ketdik. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Xo'p, birinchi usulga kelsak, birinchi usulda Windows R tugmasini bosamiz va bunday oyna chiqib keladi. Bolalar, buni o'chiramiz va yozadigan narsamiz foiz, temp va yana foiz. Shuni ustiga bosamiz. Bosgandan keyin ok tugmasini bosamiz. Va bu yerda mana bunaqa keraksiz narsalar paydo bo'ladi. Bularni barini Ctrl A tugmasi bilan olib va udalate qilib tashlaymiz bolalar. With my mug on me. Oh, DD, oh, what it is? Oh, DD, what it is? Mana o'sha 1 gigajoyt egallab o'tirgan ekan bu The next day. narsamiz. Biz buni tozaladik bolalar. Endi ikkinchi usulga ketdik. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Bolalar, ikkinchi usulga keladigan bo'lsak, ikkinchi usulimiz bu yoqda bo'ladi, adashmasam. C diskga kiramiz. C diskini ko'rayotgan bo'lsalaring, 18 giga Say, ooh. joy egallanib turibdi. 18 giga joy qolgan. Biz Windows bo'limiga kiramiz. Windows bo'limidan soft nima edi? Hozir topamiz. Mana software distribution degan joyga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizda mana bunaqa download qayerda turardi? Короче, download degan joyda keraksiz buyumlar turadi. Men bularni tozalaganman. Sizlar o'chirib qo'yishlaring kerak barini. Hop, bundan ham chiqamiz va 3-usulga ketdik bolalar. Uchinchi usulimiz ham Etod kompyuter degan joyda ketadi bolalar. Va bu yerdan biz Windows C diskda mishkani o'ng tarafini bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana yoqda Vostanov versiya deb yozilgan joy bosamiz. Bosganimizdan so'ng Option degan bo'limga o'tamiz. Bu bo'limda biz o'rtaroqqa chiqib olaylik. Bu bo'limda biz qancha to'lganini nazorat qilib tursak bo'ladi. Podrobno degan joyni bosamiz. Bosganimizdan so'ng bir bola joyga kirib ketadi. Biz bu yerni nima qilamiz? Bilmaymiz. Sizda bolalar bu yerda qancha joy egallanganini ko'rsatib turadi. Menda video, rasm uncha egallanmagan, lekin asosiy narsa ustidan aytib qilingan narsalar. Mana короче shuncha narsa egallayapti. Ikkinchi narsa bo'lsa, Why are you running? Why are you running? ikkinchi narsa esa kompyuterning o'zi adashmasam. Mana shu oddiy narsalar shu yo'l bilan ko'rsak bo'ladi. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Короче, bolalar, bugungi videomiz shu narsalardan iborat edi.